Barmoqlarni o'ynatib, burama bo'g'irsa tayyorlashni xohlasangiz, videoni oxirigacha ko'ring. O'zimning eng qulay va oson usulimni o'rgatib qo'yaman. Idishga iliq suv, sigir yog'i, eritilgan margarin, o'simlik yog'i, shakar, tuz, dro'ja, un solib, yumshoqqina xamir tayyorlab, 5 daqiqa tindirib, yuqaroq qilib yoyib olamiz. Xamir shunaqa xususiyatga egaki, hammada bir tekisda dum-dumaloq bo'lib, chiroyli bo'lib yoyiladi. Yuqa yoyilgan xamirimizni ichiga 2 osh qoshiqdan o'simlik yog'i, eritilgan margarin va sigir yog'idan solib, aralashtirib, surtib chiqamiz. Xamirga surtilgan yog' qotganidan keyin o'qlovimizga o'rab, kesib chiqamiz. Men xamirlarni 4 barmog'imda o'lchab kesib oldim. 1 sm tasma shaklda kesib chiqib, xamirni o'rtasini yaxshilab bosib chiqasiz. Shu joyida yaxshilab e'tibor bering, aylantirib, o'rab, burama bo'g'irsoqlarni tayyorlab olasiz. Buralgan bo'g'irsoqlarni 1 soatga morozilikka qo'yib, qotirib olamiz. O'rtadan pastroq olovda qizartirib, chiroyli qilib qovurib olasiz. Sirop retseptini bundan keyingi rilslarimda joylayman. Albatta tayyorlab ko'ring va menga obuna bo'lishni unutmang. Yoqimli ishtaha.